Hurmatli kuzatuvchilar, protez sochlar bo'yicha nomer 1 Doston akam yo'llaridamiz. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Doston akamga bir ikkita savollarimiz bor edi. Doston aka, bu kasbga kirib kelishingiz va stajingizga qancha bo'ldi? 16 yil, 17 yil bo'ldi bu sohaga kirib kelganimizga, xudo xohlasa. Shundan beri shu sohani olmay yuribmiz. Bu sohaga kirib kelishimga avvalambor o'zimni sochimni oldirib yurardim. U paytda Qo'qonda Shvarskop Farid degan sartaroshlar bo'lardi. U payt eng zo'r nomer 1 edi. Men u Faridni oldira olmasdim, qimmat edi. Men Shavkatni oldirardim. Yaxshi sartaroshga olib, sochimga o'zim juda ham qarab, qattiq qiziqardim-da. O'sha paytdan o'zi sartaroshlarni ham hurmat qilardim. Sababi o'zimda ixlosim kuchli edi. Lekin bilmaganman, u paytda men sartarosh bo'lib ketaman, bir barber bo'lib, bir O'zbekistonga katta bir o'zimni hissam qo'shaman deb hech o'ylamagandim. Alloh shu bu tomondan o'zi yo'l ko'rsatadi. Sartaroshga kerakli 3 narsa nima deb o'ylaysiz? Birinchi narsa bu odob, axloq. Ikkinchisi mijozga har doim yaxshi muomala, kulib muomala qilish kerak. Uchinchisi hech qachon xiyonat qilish kerak emas. Kasbda ham, har bitta hunarda ham, biznesda ham xiyonat hech narsani kechirmaydi. Masalan, bu sohani qilyapsizmi? Qo'shimcha uni qilib olay, qo'shimcha buni qilib qo'yaman, undan chiqib bu sohamni qilaman, kechib payt kelib sochimni olaman, kunduzi borib taksichiligim qilaman. Bittasini tanlash kerak, o'sha narsani mahkam ushlab yurish kerak. Mana shu 3 ta narsaga rioya qilsangiz, sizni ishingiz har doim besh bo'ladi. To'g'rimi, tog'a? Sohani yaxshi ko'rish kerak, to'g'rimi? Pul baxt olib keladimi? Pulim yo'q, lekin yaxshi gapirsam, siz ham bir marta xo'p deysiz, ikkinchi marta aka buni manimcha narxi bor deb aytasiz. Baribir pul bu vositachi sifatida rol o'ynaydi hayotda, lekin baxtni bu Alloh beradi. Men shuni bilaman. Yosh barberlarga maslahatingiz? Yosh barberlarga, hozir yosh barberlar ko'proq nimani qiladi? Yosh barberlar tezroq pul topsa, tez bo'y bo'lib ketish xohlaydi. Birinchi yaxshi ustozini mehrini qozonish kerak. Shu sohaga odam mehr bilan kirsa, yaxshi ko'rib harakat qilsa, pulni o'zi orqasidan quvlayveradi. Hech kimni rizqini hech kim tortib ola olmaydi. Hayotda eng kerakli 3 ta narsa do'st tanlashda adash kerak emas. Hunar, ya'ni kasb tanlashda adash kerak emas. Do'st, hunar va oxirgisi ayol. Umr yo'ldosh. Umr yo'ldosh. Shunda adashdingizmi, uchalasidan bitta baribir hayotingizda qiyinchiliklar duch kelaveradi. Mana shu o'zimni sohamni juda ham sevaman, yaxshi ko'raman. Даже tushlarimni ham ko'rib chiqaman. Kollektivimiz, masalan, mana shu yerda hozir 35 ta 30 ta odam ishlasa, kollektiv zo'r. Aka-uka deb bir-biri bilan hazil-huzul qiladi, bir-biri bilan maza qilib ishlaydi-da. Lekin qanaqadir bir to'sqinlik, chegara degan narsani o'zi yo'q. Mana qiladi. Master maza qilib ishlash kerak. O'zinikida ishlaydi. Men ularga iloji boricha o'zimga qanaqa sharoit qilsam, ularga ham shunaqa sharoit qilib berganman. Chunki o'zim ham masterman, bilaman. Masterga nima kerakligini. Qancha ketdi endi aka shu joyga? O'zingiz hisobi bormi? Bu sir bo'lib qo'yasiz. Sir bo'lib qo'yasiz. Har bitta inson mehnat qilyaptimi? Bitta sizlarni o'sha ekranni qizartirib qo'yish, xudo xolasa, menimcha og'irlik qilmaydi. Bosib qo'yinglar, reyka chiqaramiz, vodiyliklar yoramiz reysani. Sog' bo'linglar. Rahmat. Aka, sizni hurmat qilaman, yaxshi insonsiz, umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.